Hozir men sizlarga SPFlarni ko'rsataman, qaranglar. Bu ikkilatlikka so'rilishi juda ham oson, hamma yuzga tushadi-da, mana. Hech qanaqa ton hosil qilmaydi, bir tekis bo'lib yotadi. Bu bunaqa Bellalancome SPF bu xuddi yuzingizda ton bergandek bo'ladi, qizlar, xuddi tonalnilar bo'ladi-ku, o'shanaqa ton bergandek bo'ladi. Bu tone up lotion, bu ham xuddi shunaqa, Rebelniki, bu ham xuddi shunaqa ton beradi yuzingizda, mana. Ton hosil qiladi. Bu sunblock Rebelni boshqacharoq yozga mo'ljallangan shakli desam ham bo'ladi. Juda ham nежный и yotishi ham вообще klassda-da. Просто men teksturalarni aralash qilib ko'rsataman. Teksturalarni ko'ringlar debdi. Keyin bu uncha ton bermaydi lekin oxirgisi. Men bu narsa, mana men bu yerga surib ko'rsataman hozir. Men bu xuddi bu ham tonalnidek ton beradi. Tonalni bo'lmasa ham xuddi tepa shunaqa ton beradi. SPFlarning teksturasiga qarab farqlaydi, qizlar. Ya'ni bularning ko'pi suyuq, ko'pi quyuq, ximический, fizический filtrlar deydi. Keyin nima deydi? Sizlarga endi shunaqa bo'ladi. Bularni yuzga qarab tanlaymiz, qanaqa qaysi kerakligini.